Ey yürküdün otlar yalqınıp turgan yoshlar. Ey yilning bahorida insonlarga xushallik ilib kelguvchi o't yurak baharlar. Sizlarning shu yoshlik bahoringlarga butun maxluqotlarning qilgan taqozzosiga qarab boqmamsizlar. Sizlarning shu o't yurak bahoringlardan butun musulmonlar, ota-onalar, xususan vatanimizdagi shu zindonlarning bulunmushqoqlarida Xitoylarning oyoq ostida dafsanda qilinayotgan aciz sımırlarımızın arzu teşnaları bilen sizlerden kütüvatkan şu nalısıga bir qarab bakmam sizler. Bizden şu yaşlık baharımıza telmürüş bilen Allah'a iltica kılıp yalvarışlarını körüp durup bizden ularga içimiz ağırmamdı. Biz bu halimiz bilen Allah'a geçer gündüz yollarımıza telmürabatkan şu ata-analarımızın hemşerilerimizden nalısıga qanday muskilerleyimiz. Biz şu erkin hayatga chiqib, men erkin, hech kim menga aralasholmaydi, o'zim bek, o'zim ham davolib, insoniy mahluqotlar qabul qilg'isiz darajadagi shu zulmlarning oldiga qarab turib, ularni qutuldirish uchun o'zimizni yetishtirib tayyorlik qilmoqda yo'q. Nima ishlar bilan mashg'ulmiz, buni o'ylab boqdikmi? Ey kechar kunduz o'yinlarga mubtalo bo'lib, ish pushuqlarini chiqarib hayotini nobud qilayotgan yürküdün otlar yalqınıp durgan yoshlar. Şu yoshlik bahorini rezil rasva pushaman ishiga to'shqizib, dunyo va oxiratini yo'qotayotgan qarindishim. Qani sizning va'dalaringiz, qani shu ayrilish minutlarida sizlanib turib ota-onangizga bergan va'dalaringiz qani? Ey qarindishim, shu yoshlik bahorini gullantiring. Siz shu bahordagi gullar ichilmay turib, g'unchisi to'kilib ketayotgan gullardan bo'lib qolmang. Ey o'g'il qizlar, o'zimizdan yangidan bir hisob ilib boqaylik. Yetar endi bu g'aflatga chekishlar. O'rnimizdan turaylik. Ruhiy bisiddan qurtulaylik. O'zimizni, hammaning xalqimizni shu zulmlardan qutultirishga tayyorlik qilaylik.